Kartishkalar xudo xolisa 18 kun deganda chiqishni boshladi mana. Kartishkalar chiqdi xudo xolisa. Kartishkalar chiqdi. Agatlar olinib qoldi mana. Pomidor ekan endi bular. Bolgar, qalampir. Ular O'zbekda ishi boshlandi endi. Bahor keldi. Giloslar rosa gulladi. Shu gilos ushlab qolsa bo'lmaydi, agar yarmini ushlab qolsa juda zo'r bo'ladi. Ko'pchilik shu gilosga qarab turishibdi hozir. Ajoyib emas. Ushlab qolsa odamlar ancha kamini qilib oladi. Kartishkalar chiqib qoldi mana xudo xolasa. Boshqa narsalarga ham tayyor qilib qo'ydik.